Assalomu alaykum aziz gulshodalari, Yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga Singonium haqida qisqacha o'zimga kerakli bilimlarimni berib o'tib ketmoqchiman. Kimgadir manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ma'lumotlarim foydali bo'lsa, oldindan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin yana ham boshqa gullar haqida ma'lumot berib o'taman. Qisqacha bu Singonium ko'rib turganlaring madlet sorti. Mana bu barglari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Madlet sorti. Bunisi Red Arrow sorti. Bu o'zim o'stirayotgan gullarim. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda. Singoniumga birinchi o'rinda tuproq tarkibi, eng asosiysi tuproq tarkibiga e'tibor berasizlar. Shunda gullaring chiroyli bo'lib o'sadi. Buni tuproq tarkibi torf, kokosviy torf, verxavoy torf, perlit, vermikulit. Bularni eng tozasiga ekishlaring kerak. Prostoy torfga ba'z vegumus aralashtirmasdan eksalaring, gullaring juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Ozroq kokosviy chips ham solishlaring mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, gulim tuvagiga mos, tuvagida mos bo'lib turibdi. Bundan o'sib pishni bo'lib ketganda keyin tuvagini misol almashtirishim mumkin. Bu tuvayda xudo xolasa 1 yil, 2 yil davomida bemalol o'sishi mumkin. Singonium osma gullar qatoriga kiradi, chunki bu tepaga qarab o'sib ketaveradi. Shendabsuslarga o'xshab mana bu joyida bortikchali joylar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu joyidan mana hozir ko'rsataman. Mana bu joyini kesib turib suvga solib qo'ysangiz, ilizotib ketaveradi yoki perlitga suqsangiz ham tez ilizotadi. Juda ham beozor sort. Quyoshga qo'ymang, quyoshda yoqtirmaydi, quyoshda barglari kuyishi mumkin. Suvini me'yorida chanqatib bersangiz, gulingiz juda ham chiroyli va tez o'sadi. Lekin ortiqcha darajada chanqatib qo'ymang. Chanqatib qo'ysangiz ham bargi sarg'ayib ketib qoladi. Hozir men gruntiga asmakot solib qo'yganman, oshiqcha uxot qilganim yo'q. Agar mabodo siz manakali fosfat, sulfat magniyiz yoki agrikoles bo'lsa, bargiga sprey qilib tursangiz, bundan ham chiroyli pishni bo'lib, barglari katta-katta bo'lib o'sadi. Mana yorug'lik yaxshi tushsa, manaqa variegati ochiladi. Yorug'lik kamroq bo'lsa, manaqa yashil bo'lib qoladi yoki ketma-ketiga barg yozib yuborsa ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Lekin birinchi barg yozganda yashil bo'lib, keyin mana bargini variegati ochilib boraveradi. Singoniumda shu aytib o'tgan qoidalarimga amal qilib o'stirsangiz, Singoniumdan beozor gul yo'q. Juda ham beozor, bemalol o'stirib, holi ishxonalarda, boshqa joylarda o'stirsangiz bo'ladi. Konditsionerda ro'parasiga ham qo'yib qo'ymang, chunki bargini chekitib qurshab qoladi. Shu narsaga e'tibor bering, bo'ldi. Ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.